Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'uristonlik qarindoshlar. Assalomu alaykum. Uyg'uriston Ozodlik tashkilotining fidokor a'zolari. Bugun sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan suhbatimiz avvalgi suhbatlarning davomi bo'yicha vatan da'vosi sepidagi o'zliksiz davomlashayotgan bo'shliqlar to'g'risida davomlashadi. Hurmatli qarindoshlar. 2012-yil Yaponiyaning poytaxti Tokio shahrida chaqirilgan Dünya Uyghur Qurultayining 4-qitimliq umumiy yig'inidan keyin butun dunyoning ko'zi, butun dunyo axboroti, shundaqla vatan ichi sirdagi Uyg'uristonliklarning diqqati Dünya Uyghur Qurultayining umumiy faoliyatlariga markazlashdi. Uyg'urlar bundan nihoyat cho'ng ilhomlandi. Uyg'urlarni qo'llab, Uyg'uriston davosini qo'llab, yaqindan hamkorlashayotgan xalqaro tashkilotlar ve Amerika başçılık G'arb davlatlarimi Uyg'ur davosining bundan keyingi taraqqiyotiga boshqacha diqqat qilishga boshladi. Shuningdek, bu qurultayga sohibxonlik qilgan Yaponiya hukumati va Yapon xalqimi alohida diqqat e'tibor bilan Uyg'ur masalasiga diqqatni markazlashtirdi va butun axborotlardan keng o'rin berdi. Afsus, qurultayning 4-qitim umumiy yig'inidan keyin bu muvaffaqiyatdan texmi foydalanib, bu muvaffaqiyatdan ilhomlanib, vatan davosini tashkiliy jihatdan va tashkilotning ichi sirtida texmi yaxshi bir pallaga ko'tarib, texmi yaxshi taraqqiyot bilan elib boradigan bir fursat hozirlangan chaqda nemishkidir tashkilotning ichidan shundaq bir kelishmaslik, ya'ni bir mojaro shakllik memnunsizlik, tashkilotning ichidan bir memnunsizlik o'tirg'i chiqishga boshladi. Albatta, tashkilotning ichi xotirjam, muntazam, yaxshi tartibga tushmaydi ekan, tashkilotning sirtida elib beriladigan xalqaro munosabatlar va tashkilotning sirtidagi barliq muhojir Uyg'urlarga tutilgan pozitsiya, muomala, shuningdek vatan ichidagi Uyg'ur qarindoshlarimizga ko'ngil biladigan ahvollarmi albatta degandagidek yaxshi ro'naq topmaydi. Endi bizning bugun elib berilgan suhbatimizga markazlasak, qarindoshlar, bu sirtqi jihatda Uyg'ur davosi shunchalik yuz obro'y topgan siri, nufuz topgan siri, ichki jihatda nima uchun bundaq bir kelishmaslik o'tirib kelib chiqdi. Oldingi qatimgi suhbatimizda aytgandek, 2007-yil Uyg'ur davosi yangi bir pallaga kirib, yangi bir qadam bilan xalqaro yuzlanishga boshlagan chaqda, shu chaqning o'zida tashkilotning ichida shundaq bir ig'ir kriz kelib chiqqan. Ardın 5 yil o'tgandan keyin 2012-yili Yaponiyada chaqirilgan bu qurultaydan keyin yana bu kriz davomlashdi va yangidan kriz paydo bo'lib, bu masalani hal qilishning o'zimi nihoyat ig'ir bir bosqichga qadam bosdi. Bugun shu nuqtada suhbatimizga qatnashayotgan Uyg'uriston Ozodlik tashkilotining raisi, Dünya Uyg'ur Qurultayining ichki ishlar komitetining mas'uli Osmanjon bilan diqqatingizga bu suhbatni yana bir qadar yo'ritishga tirishimiz. Rahmat. Osmanjon. Avval shu endi o'zingiz qurultayga qatnashib, Yaponiya yig'iniga qatnashib, u yerdagi umumiy ahvolni ko'zingizdan ko'rib keldingiz. Siz qaytib o yig'in yaxshi muvaffaqiyatli o'tkazilib, saylov muvaffaqiyatli elib berilib, qaytib kelgandan keyin bir qancha oy ichida qurultayning ichida nuqtaliq bir qancha odamga qarata zarba berish boshlandi. Endi o'zingiz shu zarba berish obyektining biri bo'lganligi uchun buning tafsiliy jarayonlarini xalqimizga o'z og'zingiz bilan taqdim qilsangiz, bugungi suhbatimizning davomi shu nuqtada olib berildi. Rahmat diqqatingizga. Oldi bilan sizga ko'p rahmat. Assalomu alaykum Uyg'uristonlik vatandoshlar. Uyg'uriston Ozodlik tashkilotining fidokor a'zolari. Xuddi yuqorida siz aytib o'tgandek, 2012-yili 5-oyda Yaponiyaning Tokio shahrida ochilgan qurultayning zo'r, ya'ni siyosiy sahnada keltirgan zo'r g'alabasidan keyin qurultayning ichidagi kelishmasliklarning to'satdan o'tirg'i chiqishi qandaqdir bu shu qatimliq
Yaponiyada qurultayning g'alabalik echilishi bilan munosabatli bo'lib qolmasdan, balki buning tarixi bir qadar baldurga so'rildi. Oldingi qatimliq suhbatlarimizda biz yuritdik, yana Rabiya Qodir xonim Dünya Uyg'ur qurultayining raisi bo'lib, rasmiy xalqarodagi Uyg'ur davosining, ya'ni vatan davosining siyosiy lideriga aylangan kundan boshlab Rabiya Qodir xonimga qurultayning ichidan ham qurultayga tava bo'lmagan qurultayning sirtidan dunyoning har qaysi joylaridagi, ya'ni mundaqchilib aytganda Uyg'ur siyosiy faoliyatchilari nomidan, ya'ni umumiy jihatdan bir xil uzluksiz qarshiliklar, uzluksiz buzg'unchiliklar davomlashib keldi. Buning bo'libmi asosiy ifodasi oldingi qatimliq suhbatlarimizda elib aytgandek 2007-yili Pragada Amerika prezidenti, sobiq prezidenti Bush bilan Rabiya Qodir xonim ko'rishgandan kollektiv istifa berishdan tortib hozirga qadar, ya'ni bu 2012-yil oxirgi 8-oy to'plangan imzo faoliyatigacha nazar solsak, bundaq buzg'unchiliklar uzluksiz davomlashib kelyapti. Ya'ni to'xtab qolgani yo'q. Bu bo'libmi oxirgi qatim, yana bo'libmi men 2012-yili Yaponiyadagi qurultayning 4-qatimliq saylimida vazifa olib kelgandan keyin bo'libmi bu zarbining tig'uchining, ya'ni shaxsan men boshliq yana qurultayda boshqa yana bir qurultayning taftishi Nurmuhammad Ro'zoqim bor. Uning boshqa sirti yana bir ish qilishimiz bor. 4 adam qartilishining o'zi ilgari qatimliq suhbatimizni elib o'tdik. Bu qandaqdir asli mohiyat jihatdan bizga qartilgan to'sqinlik, ya'ni bizni qurultaydan tozalash, bizni yo'qotish olmasdan, shu Rabiya Qodir xonimni qurultaydan uzil kesil chekindirish yoki faoliyat alg'a tushirish strategiyasining davomlashishi bu. Oldingi qatimliq suhbatlarimizda aytdik. Asli maqsad qurultayda vazifadan, ya'ni 4-qatimliq qurultayda Rabiya Qodir xonimni chuqum chekindirish edi. Bu narsa qat'iy amalga oshmagandan keyin undan ilgirki kollektiv istifa berish orqali, to'xtamay suiqasd qilish orqali zeriktiramagan, ya'ni to'xtatamagan qurultayning raisligidan huquqini olib olamagan Rabiya Qodir xonimninki qandaqdir bu qatam qaysi shaklda buni chekindirish oson bo'ldi degan bu narsalarni bular qaysi shaklda o'ylab chiqdi. Shuning bilan oldi bilan Mush Rabiya Qodir xonimni uzil kesil qo'llab kelayotgan qurultay ichidagi ya'ni siyosiy jihatdan bir qadar o'tkir siyosiy rahbarlarga zarba berish ham qurultayning sirtidan Rabiya Qodir xonimni qo'llab kelayotgan jamoat arboblari, siyosiy faoliyatchilarga zarba berish, ya'ni umumiy jihatdan zodi shu Rabiya Qodir xonimning da'vo beshi kelgandan keyingi muvaffaqiyatini Uyg'ur davosiga, vatan davosiga siyosiy muvaffaqiyatlar qatoriga kirgizgan kishilarning hammasiga bir xil zarba berish plani boshlangan-ku. Ya'ni zarbining shakli, o'rni, turi o'xshashmaydi. Ammo shaxsan bizga berilgan, ya'ni menga berilgan bu zarba ya'ni ochiq oshkora birinchi, ikkinchi atalmış jamoatning kayniga selish, uchinchi o'zi turayotgan tashkilotning ichida turib, o'zining lideriga arz etish, mundaq nihoyat murakkab bir tusni olgan. Ya'ni nihoyat ajoyib bir xil ya'ni sirliq bir tusni olgan shaklda o'tirg'i chiqdi. Ammo nima uchun bundaq o'tirg'i chiqdi desangiz, masalan, shu Yaponiyada ya'ni Tokyoda saylan bo'layotgan vaqtidan boshlabla oldingi 3 qatimliq qurultayning xizmat dokladini bergan vaqtida bizning shu chaqdagi muavin qurultayning taftishi ilgari xizmatlarni doklad bergan vaqtida qurultayning ichidagi bir qism yetarsizliklarni, mayli siyosiy jihatdan bo'lsin, mayli moliya jihatdan bo'lsin, mayli tashkiliy jihatdan bo'lsin, bir qism yetarsizliklarni shu chaqdagi qurultayning vakili 115 kishiga o'tirg'i qo'ygan. Amaliyotda bu mushu mayli taftishni bo'lsin, mayli ichki ishlar komitetining nimasiga tayinlangan odamni bo'lsin, bu vazifadan chekindirishning o'zi shu chaqda ishlangan xizmatning natijasi, ya'ni shuning qartilgan zarba demoqchiman. Bu hozir gapimizdan qaraganda taftishniki bu zarba berish obyektiga kirgizilishidagi sabab shu Yaponiyada shu yig'in jarayonida, ya'ni yig'in boshlanishdan burun bergan dokladi to'g'riliq, ya o ko'zgichilik qilib qolgan demakchi. Shu doklad berayotgan vaqtning o'zidimi, daxil dokladni to'liq o'qib oyog'ini tushirishga yo'l qo'ymagan. Vaqting to'shdi, sen tushib ketdi. Endi buni masalan taftishqo o'zining shu qurultayning oldingi 2-3 yillik jarayondagi ba'zi yetarsizliklarni doklad qilish jarayonida bir qism kishilarning ko'ziga sig'may
balkim dushmanlik mavqesida muomala qilgan bo'lishi mumkin. Ammo sizniki bu qurultaydan tozalanish sababingiz nima masalan? Sizin nima sababdan ko'zdan yiroq qildi? Faqat Rabiya Qodir xonimni izchil holda qo'llab kelayotganlik bir mavqedimi yoki qurultayning ichida siz ularniki chiqdakkan yoki bir ishlar bo'lganmi masalan yig'in ichilib bo'lgandan keyin qaytib vakillar qarshi o'zini yurtlariga taqab ketgandan keyin 2-3 oydan keyin boshlandi bu majra. Shunday. Qurultayning ichida balkim yig'ilida sizniki ba'zilarniki chiqib tegib bir xap qilgan, ya'ni kutgan yerdan chiqmagan yeringiz bo'lgan masalan. Bu mesele endi biraz etraflıkrak yurtuşuk doğru keldi. Çünkü bu işinki biraz tarihi var. Tarihi var dediğimiz mesela 3. katımlık kurultaydı, yani Amerika'da açılgan kurultayının 3. katımlık umumi yığında Rabiya Qodir Xonim yani şu kurultay sayılımında yani bir kısım şu dava haqiqiy kuyundigan, yani üzüne haqiqiy qo'llaydigan bir kısım kişilerin dava sebebi kirişigi çoğun bir yol açıdı. Mesela şu çağdaki Nur Mehmet Musabay başka atep şu 3. kurultaydı vazife kurultaydı çekirgen. Onun başka yani iktisadi işlerine mesul kişiler değil. Yani mındaq qarasınız kurultayının içiga mesela ilgi xalımgan bir kısım kişiler 3. kurultayda kirgan ki 3. kurultayda kirgan. Endi bu narsa 4. katımlık kurultayga alganda texim avj aldı. Mesela 4. katımlık kengedi yani. Ma'lum bir guruhning sirtiga ichilib o'tgan gapda. Kurultayning ichida hamda yani texim davani haqiqiy tushundigan siyosatni bir qadar o'tkir odamlarning kirishiga, yani shu chaqdagi kurultayga vakil bo'lib berayotgan vakillar yani keng bir fursat, yani sharoit yaratib berdi. Bu sebepten endi men şu çağdaki kurultayga qatnashayotgan vakillarninki 114 kişinin 90%'dan artıq kişinin avaz verişiyle İçki İşler Komitesi'nin reisliğini aldım. Ama endi İçki İşler Komitesi'nin reislik vazifesini ağalığımın özü bu fakat bir reislik vazifesini tutup duruş emas. Çünkü u yerda bir vazife aldık degan gap maqsad xizmat qilish. Agar vazifani yapib xizmat qilsak, o vazifani ağanning hech bir yani millatga, da'voga hech bir foydasi olmaydi. Biz yani shunday qilib vatandan ayrilib, vatan millat uchun xizmat qilish imkoniyatimizni mishal bir amalga oshirish fursatimiz yetib keldi. Endi bir xizmat qilaylik. Ilgirki qurultayning o'tkazgan bo'lib qo'ymushi ilgirki yetarsizlikleri, kamchilikleri şu mening üstüm yüklengen hizmet arkalı kolumdan kelganini nizamnoma bo'yicha tuzib mangay degan irada bo'yicha oldidan nizamnoma bo'yicha harakat qilishga men tirishdim. Bu deganim masalan şu qurultayninki 4. katımlık qurultay echilishining oldida bo'lsin, qurultay echilayotgan mezgilda bo'lsin, qurultay echilib bo'lgandan keyin bo'lsin, bizning qo'limizda birlikka kelgan umum, yani şu qurultayda hukuk ağan adamlar ortak işletilgan bir nizamname yokken. Yani bu diyen gap mesela şu 4. katımlık qurultay chaqirilishi arasida yana birlik kelgan nizamnoma yo'q degan. Birlik kelgan nizamnoma. O nizamnoma qanday birlik kelgan nizamnoma qanday qilib paç-paç bo'lib bu yerda bir tarixiy material olmasa mesela bir tashkilotning nizamnomasi qanday birlik kelgan bir qancha odamning qo'lida bir qancha nusxasi bor degan gaplarni bor. Mesela birlik kelgan nizamnoma yo'q deganim albatta qurultayning 4. katımlık yilida bir nizamnomani ma'qullab chiqdi. Ammo bu ma'qullangan nizamnoma amaliyotda ishlatilmay, yani o'zlariga xos bir nizamnoma, masalan bir misol qilib aytsam, shu qurultay echilayotgan 2-kunida masalan qurultay aklining qo'liga taqitilgan nizamnoma bir xil, yani biz qarab o'tirgan, yani ma'qullikni o'tkazilgan qurultay bir xil, abi divan sahnasiga chiqib o'qilayotgan qurultayning nizamnomasi boshqa xil. Vakillar hayron qoldi. "Voy, bu siz nima o'qiyapsiz?" debdi. Hozir shu birisi, yani qurultayning tayyorlik komitetiga birisi, "Meni mushuni o'qiysa" deb topshirgan. Bu sizlarning qo'linglardagi nizamnomaga o'xshamamdi ekan deydi. Demak, sahnada o'qiyotgan nizamnoma boshqa, birlari tuzgan nizamnoma, qurultay aklining so'mkisidan chiqqan nizamnoma, tayyorlik komiteti tuzgan nizamnomami yoki qurultayning ichiga boshqa bir xil, boshqa bir vakil o'zining o'rniga muvofiqlashtirib tuzib kelgan nizamnoma, bu belgilanmaydi. Demak, qarasangiz, mushu jarayonda naq maydon o'zi 3 xil nizamnoma o'tirib chiqib qoldi. Bunun içinde hem de biz bir xil nizamnomani bunu mükemmel tuzuymiz deb şu nizamnomaning ustidan shunday qilib ko'p da'vatlash qilgan, bir kun vaqt da'vatlash qilib ma'qullikni o'tkazgan bo'lsaqmi, ma'qullikni o'tkazgan qismi ma'qullangan nizamnomaga kirgizilmay, yani aslidagi tayyorlik altidagi kon nusxasi qolganga.
Shuning bilan bu masalan bir tashkilotni boshqarish, bir qurultayning ichidagi o'zimizning xizmatlarini prinsip boshqarish uchun bu nizomnomaning nihoyatda muhimligini bilgachga, ya'ni men o'zimning vazifa doirasiga ish bo'lg'achqa, men oldi bilan birinchi shu qurultayga vakil bo'lib kelayotgan 114 odamning arxivini turg'izish. Hem qurultayning shu keyinchalik ma'qullangan nizomnomasini ishlatilmay tatbiq qilib qo'yib ma'qullangan nizomnomasida shu modda bo'lg'achqa, ya'ni o'rtaq ma'qullan. Men shu o'zimning shu vazifasini yurgizish uchun birinchi qatimliq telefon yig'indilar qurultayning nizomnomasi shunday belgilangan ekan. Men shu qurultayga Yaponiyada vakil bo'lib kirgan 114 odamning arxivini turg'izaman dedim. Ya'ni meningki bundan keyingi 4 yillik xizmat plani mushu men 6 oyda 1 yilda emas, mush 4 yilda arxiv turg'izib kelar qatimli qurultayga sog' salomat bu odamlarning ichida kimlar qurultayga vakil bo'lib qatnashib tegishli odamlar. Kimlar qurultayga vakil bo'lib qatnashib tegishli emas, sayli sahat qilishga tegishli odamlar. Bularning ichida kimlar siyosiy odamlar, kimlar bularning ichida bir ma'lum bir o'ylamagan yerdan qo'shilib qolgan odamlar. Buni aniqlab, ben buni bir oylik, 2 oylik vazifa emas, 4 yillik vazifa qilib oldim. Amaliyotda bu nihoyatda muhim bir narsadir. Chunki bu millatning taqdirini belgilaydigan vatan ichi sirtidagi va da'vo tashkilotlarining birdan-bir vakili deydigan bir o'rindagi odamlarning arxivini qurultayda turg'izmaslik yoki o'tmishini bu odamlarning bilmay bu qurultayning ichi xuddilik qo'ysilgan qotanga o'xshash kim xolis kirib, kim xolis chiqadigan bundaq bir o'ringa aylanib qolishning o'zi ilgari xalqimizni nihoyat azoblantirgan. Nihoyat ichingan. Masalan, shunga tom-tom kitoblar yozilgan. Qurultay bir tashkilot emas. Qurultayda mundaq chiqib aytganda bir tashkiliy sistema, tashkiliy prinsip yo'q deb bekor chiqqan narsa emas. Endi bu xalqimizning umidini 4-qatimli qurultaydan keyin Yaponiyada qo'l keltirgan g'alabisini texmo mustahkamlab menish uchun bu ishni mukammal bir tarafdan boshlash kerakligini men his qilib, shu chaqda o'zimniki arxiv turg'izish planini o'tirib qo'ygan. Mush plan o'tirib qo'yilib, uzun o'tmay rasmiy men birinchi qatimliq arxivni o'zimdan boshlab, o'zimning tug'ilgan yurtda qilgan xizmatlarim hamil turg'izib bir list qilib, qolganligini qanday boshlash, qanday xizmat ishlash ustida o'ylayapsam, to'satdan bu mening ustimdan qurultayning ichidagi odamlardan Rabiya Qodir xonimga jamoatni agashtirib nima to'planibdi? İmza toplanıp vazifadan qaldırış kerakligi toplanıptı. Endi bunda qarasangiz, bunun sirliq tarafi var. Sirliq tarafi var deganim, men ishni arxivdan boshlayman dedim. Xo'sh. Bu chunki menga berilgan huquq. Bu huquqni men xizmat qilish orqali bu huquqning kuchini yoki bu xalq bergan huquqni ijro qilishim kerak. Xo'sh. Unda qolgandan endi bular o'yladim, agar bu ichki ishlar komiteti hammamizning arxivini turg'izib chiqsa, bu odamlarning arxivlarini turg'izish birsinchida qiyin. Uzun mezgilga shundaqdimi? Hamon bir kun bu odamlarning siyosiy arxiv ko'rinishi oshkorlanib chiqilgan narsa bu. Bu siyosiy ko'rinish oshkorlanib chiqib qolsa, bundan keyingi da'voda yoki bundan keyingi siyosiy faoliyatlarimizda biz balkim o'tirib ko'rinib qolib, laylab qilishimiz mumkin. Mushuni vaqtida ujuqtirib o'tish uchun bu odamning arxiv turg'izishini oldini olish kerak degan bir yerdan buyruq tushdimi? Masalan, bu imzo to'plashga sabab bo'layotgan narsa. Ondan boshqa men uningdan keyingi xizmatlarimda ana davomli qurultayning yig'ini bir 2 qatim yig'in, keyin bir 2-3 qatim yig'in qatnashdim. Birinchi qatim qurultayningki Myunxenda ochilgan yig'ini qatnashgan vaqtida Muniqdagi yig'iniga bir 7-8 odam qatnashdik. Ijroiya komitetining yig'ini deb qatnashdik, ammo ijroiya komiteti vazifasi yo'q, tashkilotning vazifasi yo'q, bir 2 odam kirib o'ltiradi qurultayning ichida. Shu yig'inda. Bosh qurultayning ishxonasida o'tiradi. Shu Myunxenda bo'layotgan narsa. Men dedimki shu chaqda, hey, bu ijroiya komitetining yig'ini deb aytyapmiz. Nima uchun ijroiya komiteti birinchidan vazifasi yo'q, hech qanday huquq yo'q odam buni ichiga kirib o'ltirdi. Va shu odam bayadi dedim, kesib. Xo'sh. Bu alqi chaqchaq qiladigan, odatdagi ko'ngil xush qilib o'ynaydigan bizning bu mashrab zali emas. Yoki to'y zali emas, hamma odam kelib o'ltirib yig'in qatnashib bo'lgan. Siz hozir ijroiya komitetining yig'ini ochimiz deb uqtirish qilding. Biz keldik. Bu odamlar nima uchun kirdi? Birinchisi, ikkinchisi bu yig'in ijroiya komitetining yig'ini bo'lamaydi. Bu yerda 7 odamning oshgan yig'ini dunyoning boshqa joylarida ijroiya komitetining odamlar qatnashib, tegishli odamlar to'liq qatnashib, 3 dan 2 vakildan ortiq vakil qatnashgan vaqtida elingan qaror andin kuchga ega bo'ladi. Bu yerda o'ltirganlarimizning soni 3 dan 2 vakilga toshmaymiz, 3 dan 1 ga toshmaymiz. Uni qanday qilmoqchi? Qurultay ijroiya komitetining yig'ini ochdik deb qurultayning ijroiya komitetining qarori qilib raisga tasdiqlatmoqchi. Men shuning bilan, "Ay, bu bo'lmaydi bu ish." dedim. Ikkinchi qatimliq bir yig'inda bizning raisimiz shu chaqda raisimiz Rabiya Qodir xonim qurultayning ijroiya komitetining yig'iniga
o'zining qatnashish orzusi bo'lganligi uchun yig'inni kechiktirdik deb oldin belgilangan vaqtni ilgari keyin qilyapti-da. Biz masalan bir yig'in qatnashish uchun mayli telefon yig'ini bo'lsin, mayli konkret naq maydon yig'ini bo'lsin, herhalde ish o'rnimizdan oldingi narsalarimizni planlab qilamiz. Yani ruxsat so'rab kelamiz. Birisi bu nimaninki o yig'in vaqtining egiz pas qilinishi. Onundaki yeni bir qiziqarli Qurultay raisi Rabia Qadirxonning bu yig'in qatnash orzusi bor ekan. Bu Qurultay raisi Rabia Qadirxonning ijroiya komiteti yig'ini qatnash orzusi bor yo'qligi emas, Qurultayning nizomnomasi shundoq borki, 22-maddasida agar Qurultay ijroiya komitetining yig'ini echilsa, echilishdan burun oldindan Qurultayning raisi Rabia Qadirxonning tasdiqladi. Qurultay raisi Rabia Qadirxonim tasdiqlagandan keyin andin ijroiya komitetining yig'ini echildi deb bir modda bor. Bu nima deganlik bu? Xonimning qatnashish niyati bor ekan. Shuni biz bir kun keyinlik surdik. Bu niyat masalasi emas, prinsip masalasi bu. Chunki xonim tasdiqlasa achalaymiz bu yig'inni. Xonim tasdiqlamasa bu yig'inni achamaymiz dedim. Ya'ni bu kuchga ega emas. Chunki Qurultay raisining xabari yo'q bu yig'in, bu yerda kuchga emas. Degandan keyin undaq bo'lsa bu masala ham murakkablashib ketdi deb anondan keyin o'tmish kuchidi bular. Yani keyin qatimliq yig'inda masalan shu chaqda Azatlık web saytida Qurultayning ichida Xitoyning jasus va degan gap bor ekan. Bu masalaga siz Qurultayningki ichki ishlar komiteti mudiri bo'lish salohiyatingiz bilan javob berishingiz kerak dedi. Degandan keyin men dedim, "Hey," dedim. Bu men hozir Yaponiyada Qurultayningki ichki ishlar komitetining vazifasini olib kelgan bir odam. Men Qurultayning ichki ishlarining komitetining raisi. Men yeni çatalki vatan davasının içki işleri mesul bir insan emas. Yani çatalki bütün Uygurluğun içki işleri mesul bir insan emas. Benim konkret vazifem Qurultayning içki işleri mesul. Bu azatlık torbiti deyimiz, yeni başka torbet deyimiz, qandaqlı torbit olsun, bu Qurultayga mensup olmagan ijtimoiy siyasi torbetler var. Çatalda nurgun. Endi bu çataldaki Qurultayga mensup olmagan mayli siyasi torbet olsun, mayli başka torbet olsun, bunu Qurultayning hukuk dairesini paylaşıp durup başkurman deyişinin özü Qurultay nizamnaması qilib dedim. Nerede Qurultayninki nizamnamasida Qurultayga tava olmagan tashkilotlarning yoki Qurultayga tava olmagan shaxslarning boshqurayotgan veb saytlarini, fikrini, idisini kontrol qilamiz degan narsa nerede bor dedim men. Bu ilgari bu bundaq bir ikki qatimliq xapitchilik, masalan, ba'zilarni kitob yozdi deb sirti Qurultayga hech bir munosabat yo'q odamning yozgan kitoblarına kirib, Qurultayning ichida o'tirib, tanqid qilib, ularga javob berishni qistaydigan bunday ishlar bo'lib ketgan. Men yo'q, men Qurultayning ichida vazifa olmagan vaqtlarda. Demak, mening Qurultayning ichiga kirgandan keyin ishlagan ash Qurultayning nizomnomasi bo'yicha ishlagan kaskin xizmatlarim, demak, bularningki nizomnomiga bo'ysunmay odatlangan odatiga başbaşdaqlık, yani o'ynaganni o'nda, qo'lning uchida, to'y to'kinning ishini qilgandek qilib ketayotgan bu narsa birisi ularning xizmat odatiga yoqmaydi. Ya'ni ilgari ashunda xizmat qilgan ekan. Ikkinchisi, endi ularga yoqmaydi degan taqdirdimi, ammo mening qilmoqchi bo'lgan ishim haqiqatan Qurultayning siyosiy taqdiri bilan munosabatlanadi. Muhim ish-ku. Qal'aning ostidan lahm uyib kirdiganlarga fursat bermaslik masalan. Oldingi suhbatlarimizda qisman deb o'tdik. Da'vo sepiga yushirinib kirdiganlarga yo'l qo'ymaslik masalan, buzg'unchilarga. O buzg'unchilarning da'vo sepiga kirib, u yerda yıldız tortib ketmasligi uchun uning fursat bermaslik nurg'un masalalarni o'tirib qo'ydik. O'z vaqtidagi Rabia Qadirxonim bilan o'tkazgan suhbatim, mening suhbatimning o'zida shuni taklif bergan. Istiqbolchilarning ma'lumlarning istiqbol qilishlar degan chaqimda 2007-yilning oxirlarida bo'lgan gaplar. Buni mana shu taklifni berganda, shu qurul, ya'ni tashkilot qal'asining ichini pokizlash, mustahkamlash. Bu takliflarni bergan chaqda o taklifim toza qabul qilinmadi. Ya'ni shu paytda menga verdi. Aradan 5 yil o'tgandan keyin yaqin izohlab bergan tushunchangizdan qaraganda, demak, vatan davosining qal'asini rasmiy sog'lom, muntizimlashtirish. Buni ichiga yushirinib kirdigan har turli, ya'ni noma'lum kishilarga fursat bermaslik masalan. Bu haqiqiy inqilob qilayotgan, haqiqiy vatan davosi qilayotgan tashkilotning, ya'ni qo'mlashib tegishlik eng muhim prinsiplari bu. Endi bu prinsipning o'zini turg'izib, rasmiy jonliq
amaliy harakat bilan, amaliy faoliyat bilan buni ishga oshiramiz degan chaqning o'zida birlarining ko'ziga qadalgan mix bo'lgan gap. Shundaymi? Hamda sizniki izohat berganingiz ham shu bo'ldi hamda hozirgi xulos chiqarsak. Endi demak, bu vatan davosi degan bu iqlimning o'zini mayli bir cho'ng bir tashkilot nom bilan bo'lsin, mayli hozirgi xalqaro ko'rsatgan ta'sir doira nufuz bilan bo'lsin, hammani yig'ib akib ma'lum guruh, ma'lum shaxslar faqat o'zining bir ish bajaradigan xos bir kabinetga aylantirib olgan gap hozirgi. O'ziga mos kelsa, o'zininki tutayotgan yo'lga uyg'un kelsa bu bo'ladi. Masalan, olsak qurultayning taftishi degan chog'imizda ikki qurultay birlashib tunji qatim dunyo qurultayi bo'lgan chog'da marhum Kurash Gulsan taftish bo'lgan, bosh taftish bo'lib saylangan. Bu kishining o'zi 2 yil vazifa tutish jarayonida o'zininki taftishlik xizmatining o'disidan chiqolmoqlik. Oma dal qurultayning nizomnomasi shu vaqtda belgilangan nizomnoma bo'yicha men bu xizmatni qilaman degan, ammo qolash olib turibdi. Hech nima qilolmay oxirida qurultayning ichidagi vazifali xodimlar bo'lsin, mayli donliq rahbarlar bo'lsin, bularning ustidan ham qurultayniki umumiy tashkiliy xarakteri jihatdan bo'lsin, saqlanayotgan 51 xatolik, ham qasddan xatolik, ham savallik bilan bo'layotgan xatolik, zodi qat'iy tuzatmasi bo'lmaydigan, o'zgartmasi bo'lmaydigan, xotim berilmasi bo'lmaydigan darajadagi 51 moddalik xatolikni tuzib chiqqan. Marhumning o'zi shu 2-chi qatimliq dunyo Uyg'ur qurultayining umumiy saylam yig'inida dokladni o'tirib qo'yman deb tayyorlab qotgan chog'ning o'zida bu kishiningki juriga bardoshlik berolmadi. Onunga berilgan zarbimi intayin eg'ir bo'lib ketgan. Xuddi mashada bir qancha odamga mushu keyingi 2 yil ichida berilgan zarbiga o'xshash o kishining o'ziga tashkilotning ichi va sirtidan qo'sh liniyalik zarba berilgan. Onun dardlarini bildiganlar mushu mumkinda bor. Hozirgi qurultayning ichida vazifa elib xizmat qilayotganlar to'xtamay uning bilan telefonlashib, uning dardini tingishganlar bor. Ko'zini yumib ham o'tib ketdi. Oxirida o Rabia Qodir xonimning qurultayga rais bo'lganligini nihoyatda jon dildan orzu qiladi. Marhum Kurash Gulsan shuni orzu qiladi. Rabia Qodir xonim, siz bu da'voninki muhim o'rniga kelmasangiz bo'lmaydi. Sizin qo'lingiz orqali tuzitishga tegishlik tashkiliy ishlar va tuzitishga tegishlik xalqaro masalalarimiz va sizin qo'lingiz bilan tunji qatim tuzilgan masala bu. Siz kelishingiz kerak deb taklif bergan. Shu chog'ning o'zida Rabia Qodir xonim Norvegiyada kishilik huquq faoliyati masalasida ya Nobel mukofoti yig'inlarimi shunda bir cho'ng bir yig'inda bo'layotgan. Marhum Kurash Gulsanning o'zi Rabia Qodir xonimga telefon qilib, sizning qo'lingizga topshiradigan material bor deb qaqshab ketdilik. Qurultay echilg'ichilik men bardoshlik bera olmaydigandek turibman. Siz bilan darhol uchrashib, mushu turg'izgan materialni qo'lingizga topshirib olsam bo'ladi deb eng oxir telefonlashgandan keyin xonim hozir jiddiy yig'in qatnashyapman. Balam yig'in oxirlashsa men qishinga borman, uchrashimiz deb tasalli beraylik. Shu kunisi o kishining juriga harakatlanishni to'xtadi. Endi demak tunji qatimliq bir taftish o shu dard alam bilan olamdan o'tdi emasdan buni tuzdanmidi, yana o'tirib qo'yolmadi. Sallarning ustidan aşı qurultayga kelgan yig'in vakillarning oldida bergan doklatim bor deb yuzligimi deb telefon orqali ashunda o'tgan, o maqsadiga yetolmadi. Ondan keyin ma'lum taftishlar doklad bergan bo'ldi yig'inlarda. Shu bir qatimliq ma'lum taftishning o'zi o bosh taftish vafot bo'lgandan keyin ma'lum taftish o'zi bilgan doirada tayyorlikni qilib doklad bergandan keyin nurg'un ba'zi bir turkum kishilarniki toza degan yerdan chiqmagandan keyin ularni asta chekindirib asta da'vodan jiroqlashtirayotgan bo'ldi.
Şundan keyin bu təftişning o'zi qurultayda qilgan xizmati nima desa, faqatlam aq qarshi qara hammani to'g'rilab, yezib akib turg'izib bergan iqtisodiy masalani o'qib beradigan bir shaxsga aylantirib qo'yliq. Ondan keyingi təftişning o'zi Qirg'izistondagi Ro'zimamat Hojim o kishi bo'ldi. O kishimi bu yerdagi markaziy ishlarni jiq bilmaydi. O'ziga pelqa telefon qilib dab qo'ygan, ya email orqali yetkazib qo'ygan yoki yig'iladi uchrashgan chaqda men ishdan avval men yedim, meka aka deblam ayrim biya chaqirib uqtirib qo'ygan ishlarni biladi. Ammo umumiy masalalarni bilmaydi, ma'lumoti yo'q. Unda bo'lgandan keyin ma'lum topishga avval qildigan gap. O'zininki xizmatini ma'lum topishning o'zi bejirishga. Endi bu 2012-yildagi Tokioda chaqirilgan qurultayda Nurmat Mosabay tayyorligini qilib bo'lmagan. U odam Amerikada bo'lgan, iqtisodni ishlatayotgan masalan. Asosli qurultayning ishlarini yurishtirayotgan masalan, tashkiliy ishlarini olib berayotgan organning o'zi Myunxenda bo'lg'achqa, Myunxendagi ma'lum topishga havola qilinglar. O'ziga tegishli tayyorni o'zi tayyorlik qilinglar. Umumiy masalalarda ko'plagan masalalarda ma'lum topishga havola qilinglar. Ma'lum topishning o'zi bosh topishning topshirgan havolasi bo'yicha o tayyorlik qilib, dokladni o'qiganligini men shunda anladim. Undan keyin qurultayning yig'inidan keyin shuni tafsil anglab, nima uchun bu yo'qotish obyektiga aylandi bu odam. Ondan burun shunda yaxshi ha deb yutayotgan odamlar masalan, keldi ketdi, shunda do'st bo'lib, tashkiliy munosabat miyat qilib qolgan, hatto do'stligi eng yaqin bo'lib, nurg'ulg'an kishilar bilan yaxshi yutayotgan bir odam. Tuzuqsizlam o yerda o bir dokladni o'qish bilan o'zi ichlam kashi maymoq ketdi degandek bo'ladi. Yo'qotish obyektiga aylandi masalan. Nurg'ulg'an zarbiga uchirgan bo'ldi. Demak, bu yerning o'zida bir yig'inchoqlab bir xulosaga kelsak, ya'ni bu qurultayning ichidagi taftish komiteti bilan ichki ishlar komitetininki mas'ullarining bunday bir yo'qotish obyektiga aylanishi, zarba berish obyektiga aylanishi, hatto Myunxen shahrida erkin azada bir Uyg'ur shaklida yashash erkinligidan mutlaqo mahrum qilib shunda chatqiq qilish doirasiga darajasiga berib kelishi qandaqto bularninki qurultayning ichida majra chiqarish emas. Ya'ni ashunda o'qitdi. Bu ikki odam qurultayning ichiga yana suqunib kirib, qurultayning ichiga suqunib kirib, qurultayni xotirjam tashkiliy jihatdan xotirjam mong'ol qo'ymay to'sqinlik paydo qilyapti. Sirtqashында o'qtirug'liq. Myunxendagi jamoatlarga va boshqa dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarga va tashkiliy faoliyat qiladigan qurultayga tashkil jihatdan munosibati va kishilarga email orqali, telefon orqali bularni sesitib ma'lumot yetkazishda bular qurultayning ichiga suqunib kirib, bu qurultayni rivojlanib, yaxshi mingishiga daxl tarzak tuzatadi. Shunga bularni tozalamasak bo'lmaydi. Deydigan ashundaq bir batman bilan bir umumiy jamoat fikri, kollektiv fikri paydo qilib, o jamoat fikrini saxta bo'lib chiqdi-ku oxirida. Saxta fikr. Buni ko'pchilik bilmaydi. Ozsondagi shu vaqtdagi Sharqiy Turkiston Yevropa birligining rahbariy hay'at xodimlarining ichida bir qanchasi bilir ekan. Ya'ni shu bosh taftish bilan ichki ishlar komitetining raisi bo'lgan ishkanlarni sizni tozalab chiqarib etishni bildiganlar bor ekan. Menga aytdi. Nima uchun shundaq sizlar bizning tashkilotimizga, ya'ni Uyg'uriston ozodlik tashkilotiga qarshi, bu ozodlik to'rbetiga qarshi, bu yerdagi Germaniya Uyg'ur maktabi deb aytilgan bu kollektiv nomidagi bu maktabga qarshi shunda imzo qo'yibsizlar. Nima uchun bu harakatni qildinglar? Deb men alayda shu materialni ko'tarib bordim oldiga. Ishkisining oldiga borgandan keyin har ishkilisi dedi. Ayrim ko'rishdim. Ular deyishi bizga uqtirilgan chaqda bizning raisimiz ya ba'zan kishilar bizga uqtirgan chaqda yana olaman degandek. Mush ikki shaxsi qurultayning yomon qalayimxon qilib aytib bordi. Bu davoni rasmiy taraqqiyotiga to'sqinlik qilib, bular bir yomon oqibat keltirib chiqarib, shunga bularni tozalamasak bo'lmaydi ekan. Buni tozalab o'tish uchun shu Myunxendagi jamoatning fikri lozim bo'lib qolibdi degan bo'lgandan keyin bunga biz unda shu qurultayni yaxshilab ayna. Rabia Qodir xonimninki ish faoliyatligining bular daxl tarz qiladi degandan keyin motorpi jing o'sib ketgan, tarozni besib ketgan gap. Agar bular Rabia Qodir xonimni xotirjam bir harakat qilishga daxl tarz yetkazgan bo'lsa, bularni
tashkilotdan chekindirishga biz bir kishilik aslimizni qo'shmasak bo'lmaydi-ku deb biz olaydi buni majburiyat bilib aktivlar imzo qo'ydik. Degandan keyin men aytdim. Bu Sharq Turkiston Yevropa Birligining masalasi emas. Qurultayning ichidagi tashkiliy masalani hal qilish, bir kimlarni qurultayning ichidan tozalab chiqarib etish, bir kimlarni vazifasini chekindirish yo almashtirish bu Sharq Turkiston Yevropa Birligi tashkilotining ishi emas, ham Myunxendagi Uyg'ur jamoatlarining ishi emas. Bu qurultayning o'zining tashkiliy apparatining ichidagi ish. Qurultayning ichida ijroiy komitetining mancha nafar a'zosi va qurultayningki 100 qancha vakili va bu shu doiraning ichida hal qilinadigan masala. Buni sizlar nima ish qilib o'zingizning vazifa doirasida bo'lmagan narsaga sizlar aktiv aralashtiringlar. Nima ish qilib aktiv qo'shib bu faoliyatni biz yaxshi olib boramiz deb bunga kuch qo'shishsizlar. Kendiki o biz uqmaydigan-da bu odamlar masalan bilmaydi-ku. O'zining tashkiliy vazifasi nima, Uyg'ur jamoatlarining qiladigan vazifasi nima, qurultayning tashkiliy vazifasi nima? Uqmaydi-ku odamlar, uqmagandan keyin uqmatdimiz endi bizga ashtaq degandan keyin biz endi yaxshi ish qilaylik deb qildik, qaprendan qabulmizlar deb qarab o'tirdi. Ba'zilar bilmaydi-ku. Shu Sharq Turkiston Yevropa Birligining ichidagi hay'at xodimlarining ichida bilmaydiganlari bor ekan, nimaga imzo qo'yayotganligini. Bizning bir yaxshi ish qilamiz, yaxshi bir faoliyat qilmoqchi Rabiya Qodir xonimga va Dunyo Uyg'ur qurultayiningki rahbari hay'atiga yo'llaydigan bir taklif bor. Imzo qo'ying degandan keyin imzo qo'ygan ekan urg'unlar. Endi demak bu tashkilotning ichida qurultayning ichida oldingi suhbatlarimizda deb o'tdik. Aniqlashga tegishli masala bor. Masala yo'q emas, masala aytib ig'ir. Masalan, qurultayning ichidagi maxfiyatlik oshkorlanib ketgan yerlar bor. Buni ko'p qatim tilga oldik, yozma orqali o'tirib qo'ydik. Mayli 2004-yilda dastlabki chaqirilgan qurultayning bo'lsin, mayli 2006-yildagi qurultayning yig'inlarida bo'lsin, nihoyatda muhim masala shuridan sirtqa chiqib ketaylik. Qurultayning ichida shunday bir shuri bor. Bu shura bu qal'aning ostiga aytilgan bu kanalning o'zi qurultayning ichida shunday fursat yaratib berayotgan kishilarning qo'li bilan bo'layotgan ishlar yuz berayotgan bu fojialar. Endi bundaq shurini, bundaq kanalni etib, mustahkam bir qo'rg'onning o'zini tishlab chiqamiz degan odamlarning o'zini chatga qilishning o'zi albatta bu shurining o'zini mush qal'aning ichida doim yarasti bilan dushmanga maxfiyatlikni yetib turadigan bu kanalning o'zini saqlab qilish majburiyati va kishilarningki tadbirlari bu. Albatta, masalan, mushu so'zini deyotgan bir narsa esim kelib qoldi mening. Masalan, shu Tokyoda 4-qatimliq qurultay echilishidan bir oy burun, balkim esingiz bo'lsa kerak. Shu chaqda qurultay tayyorlik komitetining tayyorlayotgan xom nizomnomasi vatanim to'g'ri orqali dunyoga oshkorildi. O haliqi taqib pishmagan, qurultayda ma'qullanmagan bir nizomnoma o qurultayning ichidagi tayyorlik komitetining ichida bo'lgan. Tayyorlik komiteti qancha odam bor? Shu hozir xabaringiz bormi? Tayyorlik komitetida balkim 4 odam bordir. Shunchalik a. O tayyorlik komitetini yig'ib 20-30 odam qilgan ish emas. Demak, ash chaqda bir qancha odamning ichidan o nizomnoma sirtqa tapchirab chiqiqliq torbatlar e'lon qilingan. Masalan, torbatda e'lon qilingandan keyin balkim qaringiz shu chaqda shu o'zi yo'q, jismim yo'q, o'zim yo'q, atalmish halqi Turkiston Islom partiyasi deganlar ashu dunyo Uyg'ur ashu nizomnomasini to'g'ri e'lon qilgan degan, ashu nizomnomaga qarshi maxsus bayonot e'lon qildi masalan. To'g'ri chiqib turib, bu Yaponiyaga borgan dunyo Uyg'ur qurultayining vakillari hammasi kafirlar, buni ashu Tokyoda bombardimon qilib chiqardi. Shu darajada birisi nim terror deymiz halqi. Bu qurultay echilishining oldida ashundaq bir xil vahima paydo qildi. Ürkütüş odamlarni ürkütüş. Berish qizg'inligi va xizmat qilish qizg'inligi va vazifalish qizg'inligi va ammo ma'lum jihatdan vaqtsiz bekatdan o'lib ketishni ansiraydigan mana odamlar albatta ish kelinadi, ha? U hamda mana aytgan chaqda sohibxonlik qiladigan Yaponiya davlatining o'ziga bir tahdid. Shundaq. Uyg'ur nomidan Uyg'urlarning yilqi Turkiston Islom partiyasi degandek andaq yilqi qayerda bir narsa portilsa, ular darhol ustiga oladi, biz qildik deydigan, ha?
Oşunda bir işlerini qilayotgandan keyin bularni bir Uyg'ur deb qaraydi ular. Yapon davlati masalan. Tujuqsizdan bo'liqib bir portlash olib berib qolsa, biz nayt ig'ir bir javobgarlik qilmayli deb atkazib o'tishi mumkin, ha. Shundaq bir oldini elish masalan. Buning bir qo'l bilan, bir sho'r bilan, bir kanal bilan qal'aning ostidan vatnim o'rqiga yetiglik bu nizomlar, ha. Vatnim o'rqchilar buni andaki e'lon qiliqlik, e'lon qilgan ekan bu yerdan uchiq maydondan elib, Turkiston Islom partiyachilari buni bayon e'lon qilib, ham Uyg'urlarga tahdid seliqlik, ham buningga sohibxonlik qilgan Yaponiya davlatiga tahdid seliqlik. Bu intayin ig'ir bir shumluq. Bayat siz dedingizga qurultayning ichidagi maxfiyatlik chiqdi. Bu qanday chiqib ketdi masalan shu chaqda? Shu nizomnomidagi narsa yolg'on ekan masalan, shu tayyorlik komiteti tayyorlayotgan nizomnomada yo'q modda ekan. Yılki Şarkı Türkistan İslam Partisi bilen yoki mujohidlar bilan biz qurultay aloqa qilmaydi degan modda. Aşı moddani chiqadi go, chiqqani ashini tutib turib, o yilki paypoq kiyib olgan yolg'on soqolliqlar, yolg'on soqol taqib olgan o yilki nima qilib taqgan. Xitoy chiqdi go, shu Beijingdan chiqdi. Shu vaqtdagi torbatning adreslarini shu vaqtda biz deb e'lon qildik masalan. Endi mayli Xitoy bo'lsin, mayli haqiqatan shundaq bir Turkiston Islom Partiyasi deb ismi jismi yo'q bir yerda faoliyat qilayotgan kishilar bo'lsin, nima bo'lmasin, Muşlarning quliga yetdi, yani qurultayning ichidagi bu tayyorlayotgan nizomnoma, yana ashundaq suiqasddan o'zgartirib, yolg'ondan paydo qilingan bir moddaning o'zi, kelishtirilgan modda bilan ularning quliga yetdi. Yana shunda qurultayning oldini olish uchun, Yaponiyalik chaqirilishining oldini olish uchun bir qitim yana bir tadbir qo'llandi. Bu amalga oshmagandan keyin bu qurultay Yaponiyada chaqirilib, tarixdagi har qanday tashkilotlarning faoliyatlaridanmi eng muvaffaqiyatli, eng mashhur chaqirilgan qurultay. Men oqshommi bir qitim izlab ko'rib baqdim. Yaponiyadagi shu 4-navbatlik qurultayning yig'ini jarayonida dunyoga axborot, dunyoga e'lon qilingan axborot yig'ini degan faoliyatni bir qitim ko'rib chiqdim. Shu muxbirlarning qarang, dunyo muxbirlari, ha, ashada ko'z ashada. Shunda muvaffaqiyatli chaqirilgandan keyin chaqirilib bo'lgandan keyin andikan bularningki pachiqqa urib aqstayli degan yeni bir taktik bilan bular A plan ishga oshmagan chaqda B plan bilan mangamiz deydi qo'yandi. B planni ishga soldi bular. Masalan, qanday bo'lsin masalan, qurultay ichilishdan burun shu qurultayda 4-qatamli qurultayda Rabiya Qadirxonning rais bo'lishiga aynan shunday nizomnomani ishqorlab turib, andaq ismi va jismi yo'q tashkilotlar chiqib bayonot e'lon qilish orqali har xil usulda to'sqinlik qilib baqdi, ha? O reallik aylanma yana o yig'in Yaponiyada muvaffaqiyatli ochildi. To yig'in ochilish jarayonidagi to'sqinliklarni demaysiz. Masalan, hozir shu Tanyoq nizomnoma, qurultay nizomnomasi gapni endi qilib qilganda bir vatanni ozod qiladigan bir davlatning mustaqil qilgan bir tashkilotning nizomnomasi nizomnoma emas. Ana shu nizomnomadimi shu nizomnomani bir mukammalroq bir nizomnoma qilish jarayoni bo'lib o'tgan kurashdiga ajoyib ig'ir. Masalan, bir nizomnoma deganda bir bo'lib o'tgan tashkilotlarning tarixiy izlamda shu chog'dagi tasdiqni o'tkazayotgan nizomnomaning 2-moddasida Dunyo Uyg'ur qurultayini Manchingili Yevropa Myunxen qurilgan Dunyo Uyg'ur yoshlari qurultayi bilan andan keyin Sharqiy Turkiston Uyg'uriston milliy qurultayi birlashib vujudga chiqqan siyosiy tashkilot deb bunda bir modda tuzildi. Bu bunda qarasa ismi modda, ammo jumlaning shakli o'zi u bir tarix. Endi buni nima qistirib qo'ysa, sansak vaqt soat kelib, bu bundaq orqa tarafini o'ylasangiz, mush qurultay agar muvaffaqiyatli ochilib bo'lgandan keyin agar buni yana oldin to'samsa, qurultayni vaqtida taqib deb nizomnoma bo'yicha. Chunki bu qurultayni burun biz ikkimiz qurgan, ikki bilinib ketdik deb, dunyo Uyg'ur yoki Afufkilar biz urushib qoldik, yo'q bu demakchi. Endi dunyo siyosati nomi chiqqan dunyo Uyg'ur qurultayini tokkid ishga parchilib deb, biz mayzig mangimiz dunyo Uyg'ur yoshlar qurultayi, ayizli mangdigini yana boshqa bir qurultay deb ishga parchlash uchun oldin ola tayyorlab qo'ygan bir modda bu. Men shunda qarashidim, men moddani chiqarib o'tish kerak. Men bir tarix bu. Tarixni moddasiga amal qilish tegishli tuzum bo'lish kerak dedim. Va shu gapni uzun talashdik. Uning boshqa yana bir qiziqarli yeri odamning aqli yetmaydigan. Bu dunyo Uyg'ur qurultayi bir siyosiy tashkilot, ya'ni o'z taqdirini o'zi belgilagan tinish usullari bilan Uyg'uriston xalqining mustaqilligini nima davron sanayotgan bir tashkilot. Afg'onistonda yoki Pokistonda dunyo Uyg'ur qurultayi muavirasini turg'izimiz deb turibdi.
Manda, Hey! naq tuzoqqa dasab berish, dushmandan ket, esqo'g'on qalpig'ini o'zi kiyib olish degan gap mavju. Bu nima degan gap dedim, bu Afg'onistonda, Pokistonda qurultayning muavir raisini turg'isi nemish, nimandaqchiq muavir rais dedim men masalan. Ashinchilik demisiniz tushunmaydi-ki ular, yo, u yerdimi bizning Uyg'ur mujohidlarimiz, Uyg'urga vakil qilgan odamlar, Pokistonda bir Uyg'ur bizning maktabi var ekan, ashda yali bor. Chuqum aşağıda bir qurultay rais turg'izishimiz kerak dedi. Yani shaxsan men o'zimning qattiq qarshi turishimdan u modda kirmay qolib qoldi. Bo'lmasa hatto Pokistonda bir ton qurultayga muavir rais tiklab qo'ydi bular. O'ylab baqing. Endi bu mani misol qilishim, bu qurultay jarayonida bo'layotgan to'sqinliklar. Ya'ni ichilish jarayonida amallar shu nizomnoma orqali, yana bir narsa orqali qurultayni ya muvaffaqiyat etilsin nizomnomasi orqali qilish ketish. Masalan, shu ikkinchi qatimli qurultaydan bayatdan siz halqi marhum Kurash Kusanning muavin taftishininki gapini biroz qistirib o'tkatdingiz. Men shu ikkinchi qatimli qurultaydan batdim. Shu ikkinchi qatimli qurultayning taftishi bergan bir dokladida hozir bir gap bor masalan. Aşı gapga aşı bir taftish ag'dirildi. Qanday gapi bo'lsa shunda esim turdi. Maliyada asosan xiyonat yo'q dedi. Xiyonat yo'q desak bo'ladi deb vaqtlagan. Yani asosan xiyonat yo'q deb qo'ydi. Masalan, bu degan gap asosan xiyonat yo'q degan ma'lum bir jihat xiyonat bor degan gap chiqdi. Demak, aşı gapni xato qilganlik uchun shu naq vaqtning o'zi shu gap aytilayotganda g'ulg'ul katida unda o'z qurultay uchun xiyonat bormi ekan? Nim bor ekan? Xalq zub taraf bunda appak tutamidan da orqan gapda sakrab chiqmoqchi ekan. Demakchimanki, nima aytsangiz, halqi qurultay echilish jarayoni bir to'sqinlik, echilib bo'lgandan keyingi xizmat jarayoni bir to'sqinlik. Endi bu menga kelgan zarba xizmat jarayoniga to'sqinlik. Masalan, bu to'sqinliklar mana uzluksiz davomlashayotgan ekan. Endi bu sizga to'sqinlik bo'lishning o'zi hozir siz suhbatdan keyin boshqa qismida tafsilot tushuntiryaptingiz. Buni siz nima uchun qo'g'lab chiqarganligini sabablarini tatib. Agar bu qal'aning o'zi o'shundoq ma'lum bir guruhdan tashkillanib, ash guruhdan tarkib topib, bularning olqinda doim bu davoni mashta tutib turadigan bir strategiya bo'lgan bo'lsa, u sizning u yerda mumkin emas. Sizga o'rin bo'lish mumkin emas. U muqarrar sizning u yerdan tozalab o'tish. Mesela ameliyat amaçda oldu hazır mesela qurultayninki ichida rasmiy qaror olib, mening qurultayninki Ichki ishlar komitetining raisligidan olib tashlagan bir narsa yo'q. Hem özüm istifa bergen bir narsa yo'q. Çünkü men istifa bermeyman. Çünkü men bu huquqni bergankan bu xizmatni qilaman. Yani 5-qatimli qurultay echilguncha. Ama men istifa bermeyman, xizmatimni qilaman deb mukammal tursammi, ama qurultayning ichiga ma'lum bir odamlar buni bir ishga odam qiladi, ortiq odam qilmaydi. Buni hammalar qurultayning ichiga odam bildi. Qurultayning tor betidagi qurultay ichida vazifasi bor kishilar tizimligidan meni bir o'chirib yutibdi. Qarasam hozir ismim yo'qdirdi. Mana bu shuning o'zi ham qurultayning ichidagi eng cho'ng boshbashliqlik. Masalan, kim qaysi odamga, ya'ni qaysi qurultay qanday vaqtda bir odam ismini xohlagancha o'chirib yutish huquqini, xohlagancha kirgizib qo'yish huquqini berdi. Bular nimanda qilqi cho'ng yurakli, qat yurakli bilan qiladi. Demak, bizda qurultayninki ishlarini nizomnoma bo'yicha ichki ishlarni boshqaradigan, nizomnoma taftish qiladigan odamlarni hamma palachalib tushirgan ekan, biz qurultayning ichida o'zbek, o'zxon yashab, bu qurultayni o'zimizning tavaligi, o'zimizning gruppasi bo'yicha yapmangiz deganlikning bir belgisi. Ama buningga hamon bir kuni, ya'ni tarix aldı cevap veriyordu. Bu mesela en çok siyasi suikastçı bu. Çünkü 114 nefer Uygurustan halkının muhaciratki vekillerininki ortak tayinlagan bir komitetin müdirini qurultay hech qanday qaror chiqarmay turib, bir ishga qurultayning ichida vazifasi bor, bir ishga odamning maslahatlashib o'chirib o'tishining o'zi bu tarixiy kelgisi javob berdi buning. Agar bu tashkilotning o'zi ismiga loyiq haqiqatan Uyg'urning tashkiloti bo'lib, Uyg'urning da'vosi uchun xizmat qilgan tashkilot bo'lsa, birinchi bo'lib bu qal'aningki o'lini va ichini qurilmasini pokiz tutish kerak. Buni pokiz tutishga kuch chiqaradigan, tirishadigan odamlarni o'zlarininki fikr eqimiga, o'zlarining ko'z qarashiga, o'zlarining talab muddaolariga uyg'un kelmaydigan kishilar bo'lsa-mu, buningga o'rin berish kerak. Hammasi Vay ma Ahmad ahli davası ahıdan birden durup ya bu qarı gəlsə qarıl deydigan moda eqim bilan bolsa bu xatalıqdan saqlanmağa bolmaydı mesela. Heç bolmaganda özü tutub menvatqa yolğa azraq muxalifatçilik fikrini yurakda oturup qo'ya oladigan odamlarga o'rin bergan chaqda bu tashkilotning o'zini rasmiy haqiqiy sog'lom bir tashkilot qilib ichki jihatdan qurilmasini yaxshilab etmoqchi bo'ladi. Buni doim qirqib, tozalab, to'mat chaplab, bo'hton chaplab
jamoat fikir to'plab, tashkilot ichida o shoyki to'plab, bunda 40 muamel deydi ekan. Bunda odamlarning o'zi birinchi o'zi stil jihatdan, siyosiy stil jihatdan da'voga sodiq emas, da'voga uyg'un emas. Bunda kishilarning o'zi da'voga keltirilgan ziyni nihoyat cho'ng bo'ladi. Kelgusidagi da'vo tarixiga qoldiradigan to'sqinliklari, ziyonkashlik nihoyat ig'ir bo'ladi. Endi bunda burungi bir qancha suhbatlarimizda ma'lum masalalar ustida fikr elib bordik. Bugungi suhbatimizda konkret masala o'tirib qo'yildi. Keyingi suhbatlarda inshaalloh yana muhim temalarni da'voga loyiq, mushu da'vo ya'ni da'voninki tashkiliy qurilmasini o'ngshashga, sog'lomlashtirishga, mukammallashtirishga, texmi qanot yaygan, texmi keng doirada da'vo ahlilarini o'z ichiga oladigan bir qurilma qilib qurib chiqish uchun yine daim shunday suhbatlarni olib berishimiz kerak. Buningga sal qarashga bo'lmaydi. Bugun bayatı yağı o'tirib qo'ygan masalalarning o'zi haqiqatan bak muhim masalalar. Qal'aning ostidan bir yo'chiqni echib qo'yib, doim bu kanaldan maxfiyatlikni doim sirtga chiqarib turgan bundaq bir hodisa bilan bu da'vo mangmaydi, mangsimi? Yana shu oxir bardigan yeri nima desangiz, mag'lubiyat. Oxir bardigan yeri bir yerga berib, muhim bir xalqlik payt kelgan chaqda mag'lubiyatlarni oxirlashadi. Xudo oldin qatam yasuq boshlab qolgandek ishlar. Ashyoki faşistlar qabristonlikni boshlab berishning o'zi qurultay chaqirilishdan burungi xom nizomnomining o'zi Turkiston Islom partiyachiligi yetkazilishi, qurultay chaqirilayotgan jarayonning o'zida faşistlar qabristonligiga yetaklab berilishi, qurultay chaqirilib bo'lgandan keyin qurultayning ichidagi muhim xodimlarning o'ziga zarb berish, obyekt qilishi, yana bu tashkilotni qanday qilib texnik mukammallashtiramiz degan ishni o'tirib qo'yib, bu tarafga ep bormay turib, buning ichidagi ko'zimizga sig'mayotgan, bizning bu kanallarimizning sho'rini itiman deyotgan bunday odamlarni tozalaymiz deb bu tarafga ko'ngil bo'lishi, bu bir oy, 2 oy ichida qatma-qat elib berayotgan bu suiqasd. Buni yo'l qo'ymaslik kerak. Endi fikrimizni oxirlashib qoldi, ya'ni suhbat vaqt munosabati bilan oxirlash bosqichiga kelib qoldi. Bugungi suhbatning o'zini qisqacha bir yig'inchaqlab bir taqdim qilaylik Osmonjon. Ondan keyin inshaalloh kelgusi suhbatlarda yana muhim temalar bor. İnşallah biz hem de bulup bugungi suhbatimizni bayada sizlarga konkret masalalar o'tirib qo'ydik. Hem de bu şu biz davatkan meyli siyasi faaliyetçiler deyli, meyli kurultay içindeki vazifeli xadimlar deyli, meyli kurultayının sırtıdaki normal muhaciret yaşavatkan Uygur davası kızıqıdığan normal bir Uygur bolsun. Hazırkayca muşu kurultayının muşu dereceli siyasi cihatın muşunda qılıqı. Sırf qarısınız da qalib qilayotganlik qilgan bilan ichki tashkil qurilma jihatning faoliyat chalg'i tushishining o'zi, ya'ni o'sha ichida bo'layotgan to'sqinlik, buzg'unliklarni nurg'unlagan kishilarimizning bilmaganlikdan bo'lgan-ku bu. Agar bular vaqti-vaqtida xabar tepib, vaqti-vaqtida buning unumli chorasi qo'llanib, vaqti-vaqtida ya'ni o'zining da'vosini o'ziga chiqib, odamlar, ya'ni siyosiy faoliyatchilarimiz, mayli qanday kishilar bo'lsin, bu o'zi tulgan badalga loyiq bir harakat qilsa, bunday beparvo yashamagan bo'lsa, bu chaqi qurultay haqiqiy Uygur davasida salohiyatga ega bir qurultay bo'ldi. Bundan keyin inshaalloh qurultayning shunday bir sog'lom bir qurultayga aylanishini shaxsan umid qilamiz. Ammo ilgari bo'lib o'tgan tarixni biz chuqur birdan-birdan konkretni bo'lib o'tgan tarixni xalqqa sunishimiz kerak. Bu yer butkul fojia nima etsa, xalqimizning o'zining o'tmishini, tarixini bilmaslikda bo'layotgan narsa. Taxminan qilsam, bu qisqagina qurultay deb atalgan bu qurultayning 10 yillik tarixini xalqimizning bilmaganlikdan bu qatim keltirib chiqarayotgan fojialarga, yana Rabiya Qodirxonning shuncha dag'dug'liq so'zlagan Aqsaraydagi hukm xarakterli bayonnomasini ko'zni yumib jim yetishi bu xalqimizning, ya'ni muajiratdagi xalqimizning nurg'un narsa bilmaslikdan kelib chiqqan narsa. Buni biz ko'proq bildirib, ko'proq tushuntirib, ya'ni siyosiy jihatdan tarbiyalashga ahamiyat berishimiz kerak demoqchiman. Rahmat, yaxshi undan xulosa chiqardingiz. Endi xalqimiz degan chaqning o'zida xalq deganing bir avom, mana aytgan chaqda, ya'ni bir padga o'xshaydi.
Padanın özünü səki itlab mağılğan nəsə. Səki qayaqqa mağsa, başının uzun müngüzüge qarab, pada şunun aqısını mağdı. Xalq degan bir sütaqiylik bir mazgil kelgan chaqda hammasi to'plashib kalkin suvdek patlab chiqishga yaraydi masalan. Xuddi vulqon patlagandak patlab chiqishga yaraydi. Xalqning bu kishiga qat'iy inkor qilib bo'lmaydi, sal qarg'il bo'lmaydi. Ammo tashkiliy masalalarni konkret hal qiladigan, tashkilot hal qiladigan masalalarni xalqningki ovoz bilan, xalqningki talablari bilan hal qilib bo'lmaydi. Albatta buni tashkilotning ichidagi xodimlar, vazifali xodimlar, tashkilotda vakil bo'lib qatnashgan kishilar surishti qilib, bular hal qiladigan narsa. Hurmatli undan xulosa chiqardingiz, rahmat. Hurmatli qarindoshlar, bugungi suhbatimiz mushu yerda oxirlashdi. Qarindoshlar, biz o'tirib qo'yib o'tgan 1 soatlik bu suhbatning o'zi bir qancha yillik tarixiy musofada Vatan davası qurilmasi, Vatan davasiga mas'ul bo'lgan bir tashkilotning besib o'tgan musofirlari. Hurmatli qarindoshlar, bu ishlarga sal qaramayli, bu masalaga sal qaramayli, har qaysi yurtdagi, har qaysi davlatdagi Dünya Uyg'ur qurultayiga vakil saylab evatgan yerlik tashkilotlar va shu tashkilotga a'zo aktiv qarindoshlar o'zinglar evatgan vakildan surishchi qilinglar. Qurultayning markaziy komiteti, qurultayning ishxonalari qanday holatga ketib yetibdi, surishti qilib bu masalalarga ko'z yummasdan, bu masalalarga beparvo qaramasdan o'zinglar saylab yo'lga solgan vakillardan surishti qilib, o'zinglarning fikrini, ommaviy fikrini vakillar orqali qurultayning raisiga yo'llanglar. Buni albatta o'ngshashga tegishli nurg'un masalalar bor va bu masalalarni bunda tashlab qo'ysak bo'lmaydi. Hurmatli qarindoshlar, diqqatingizga rahmat. Allohga omonat.